Yana bir xayrli ish amalga oshirilib, qariyb bir asrdan ortiq tarixga ega O'zbekiston kasb uyushmalari tarixi muzeyi tashkil etildi. Ta'kidlash joizki, mazkur muzeyni tashkil qilish jarayonida katta ko'lamdagi izlanishlarga e'tibor qaratildi. Avvalo, muzey konsepsiyasi ishlab chiqildi. O'zbekiston Milliy arxivi va Kasb uyushmalari Federatsiyasi arxivi, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi, Alisher Navoiy nomli milliy kutubxona, O'zbekiston Fanlar akademiyasi kutubxonasi qator tashkilotlarda izlanishlar olib borilib, sohaga oid ko'plab tarixiy materiallar to'plandi. Muzey eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan. Unda kasb uyushmalari tuzilgan dastlabki yillardan to bugunga qadar bo'lgan faoliyat jarayonlar, sohaga doir xat-hujjatlar, foto hamda video materiallar mujassam. Muzeyda kasb uyushmalari faoliyatining hech bir yili e'tibordan chetda qolmagan. O'zbekiston kasb uyushmalarining tarixi muzeyini ochdik. O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi rahbariyati sa'y-harakatlari bilan yig'ilgan materiallar asosida muzey bunyod etildi. Yana bir ma'naviyat o'chog'i paydo bo'ldi. Yoshlarimiz uchun ham, ishchilarimiz, dehqonlarimiz, barcha sohadagi mehnatkashlarimiz uchun ajoyib bir tuhfa bo'ldi. Bu muzeyga kirgandan keyin yoshlarimiz ota-bobolari qanday bu mehnat qilganliklari, qanday jasorat ko'rsatganliklari to'g'risida bilib olishlari mumkin. Qariyalarimiz oldingi paytdagi bu voqealarni yana bir eslashga harakat qilishadi va o'zlarini ham bu yerda ko'rishlari mumkin. Muzeyimizdagi barcha narsalar tarixiy manbalarga asoslanib yig'ilgan. Muzey doimiy ishlaydigan, faoliyat yuritadigan muzeylar qatorida bo'lishiga harakat qilamiz. Kasb uyushmalari federatsiyasi harakati 1905-yilga borib taqalyapti. Mana Abdulla Qodiriy yoki Avloniy shu kasb qo'mitasining harakatida bo'lgan insonlar ekan. Juda ham katta taassurot qoldirdi menda. Mana shu muzeyimizda ko'plab o'rganadigan narsalarimiz bor ekan. Shu sohani rivojlantirishga juda ham katta foydavor bo'lib hisoblanadi. Albatta bu muzeyga kirgan har bir yoshlar deymizmi, keksalar deymizmi, o'ziga kasb uyushmalarining faoliyati haqida to'liq ma'lumot olish bilan bir qatorda kasb uyushmalari qanaqa tashkilot va uning faoliyat negizida nimalar yotadi, inson manfaatlarini qay yo'sinda himoya qiladi va hozirgi yangi O'zbekistonda yangi kasb uyushmalarining qadamlari qayerdan boshlandi, buning ildizlari qayerga borib taqaladi degan savollarga keng javob olish mumkin. To hozirgi kungacha bo'lgan kasb uyushma faoliyatida faoliyat olib borgan yirik shaxslar, olimlar va kasb uyushma faoliyatiga o'zining munosib hissasini qo'shgan ustozlar faoliyati aks ettirilgan. Albatta bu muzey kelajakda bundan-da kengayadi, chunki kasb uyushma faoliyatida tarixga yoziladigan ishlar juda ham ko'p. Muzeyga joylashtirilgan buyumlar 1925-yildan to 2021-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga olgan. Muzey 4 bo'limdan iborat bo'lib, birinchi bo'limda ilk kasb uyushmalari faoliyati, ular tomonidan o'tkazilgan tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotlar bor. Bo'limda jadidlar harakatining yetuk namoyandalaridan biri Abdulla Avloniyning kasb uyushmalaridagi faoliyati aks ettirilgan. Muzeyning 2 va 3 bo'limlaridan kasb uyushmalarining 1925, 1991, 2015-yillardagi faoliyati aks etgan materiallar o'rin olgan. O'zbekiston kasb uyushmalari tarixi muzeyining 4-bo'limi Yangi O'zbekiston, yangi kasb uyushmalari deb nomlangan. Pavilyondan so'nggi 5 yil davomida mehnatkashlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari va mehnat huquqlarini himoyalash borasida olib borayotgan samarali faoliyat to'g'risidagi materiallar o'rin olgan.